Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Aziz vatandoshlar, siz Rossiyada ishlayapsizmi? Hujjatlar bilan bog'liq muammoga duch keldingizmi? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni tezkor va ishonchli taqdim etamiz. Xususan, registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление xizmatlari va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasini tayyorlab beramiz. Hammasi qonuniy, tezkor va ishonchli. Hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyadagi o'zbekistonliklar uchun muhim ma'lumot tarqaldi. Jinoyatchi bo'lib qolmang. Assalomu alaykum qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. VPN ishlatish jinoyatmi? Bu mavzu atrofida ko'p shov-shuvlar bo'ldi. Sababi Rossiya ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining kiritilgan o'zgarishlardir. Yangi qoidalarga ko'ra, VPN orqali Rossiya hududida taqiqlangan materiallarni qasddan qidirish uchun javobgarlik belgilangan. Jarima miqdori 3000 rubldan 5000 rublgacha. Ushbu o'zgartirish 1 sentyabrdan kuchga kirdi. Ayni paytda Rossiyada 5,5 mingga yaqin taqiqlangan materiallar mavjud. Agar shaxs VPN yoqib shu materiallarni ataylab qidirsa, ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Muhimi, VPN ishlatishning o'zi jinoyat emas, ammo VPN orqali taqiqlangan materiallarni qidirish mumkin emas. Shuning uchun agar huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari sizga bosim o'tkazmoqchi bo'lsa, shoshilib aybni tan olib hujjatlarga imzo qo'ymang. Avvalo o'z huquqlaringizni bilib oling. Yana bir muhim jihat, VPN xizmatlarini reklama qilish taqiqlangan. Buning uchun 50 ming rubldan 80 ming rublgacha jarima belgilangan. Qo'shni davlatlardan kelgan dvorniklar va qurilishdagi ishchilarning tanish qiyofasi asta-sekin o'tmishga aylanib bormoqda. Yillar davomida migrantlarni jalb qilish orqali ishchi kuchi yetishmovchiligini hal qilib kelgan Rossiya jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xorijiy ishchilar oqimi tarixiy eng past darajaga tushdi. O'tgan yilning dastlabki 9 oy davomida mamlakatga atigi 88,900 kishi kirdi. Bu oldingi 10 yilliklarga nisbatan juda kam ko'rsatkich. Mutaxassislarning migratsiyaning asosiy sababi sifatida iqtisodiy omillarni keltirishmoqda. Rublning zaiflashishi va narxlarning keskin ko'tarilishi tufayli Rossiyada ish haqi jozibador bo'lmay qoldi. Shu bilan birga ishchi kuchining 87%ni tashkil etuvchi Markaziy Osiyo mamlakatlari O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston faol ravishda o'z zavod-fabrikalarini qurib, infratuzilmasini rivojlantirmoqda. Daromadlar orasidagi tafovut kamayib boryapti va ish haqidagi o'z farq uchun minglab kilometrlarni bosib o'tish endi ko'pchilik uchun mantiqsiz bo'lib qoldi. Moliyaviy masalalardan tashqari hukumat siyosatining qattiqlashtirilishi ham rol o'ynaydi. Rasmiylar hujjatlarni rasmiylashtirishni qattiqlashtirdi va xavfsizlik tekshiruvlarini kuchaytirdi. Yangi qoidalar ijtimoiy nafaqalarga ham ta'sir qiladi. Endi tug'ruq kapitali faqat Rossiyada tug'ilgan bolalarga beriladi. Bundan tashqari, bir qator jinoyatlar endi fuqarolikni darhol bekor qilish va deportatsiya qilish xavfini tug'diradi. 2022-yilda qisman safarbarlik ham qo'sh fuqaroligi bo'lgan migrantlarning mamlakatga kelishiga to'siq bo'la boshladi. Chunki Rossiya pasporti endi avtomatik ravishda egasini harbiy xizmatga ro'yxatdan o'tishga majbur qiladi. Ko'pgina potensial migrantlar uchun bu yoqimsiz syurpriz. Biroq migrantlarni boshqa chet elliklar yoki robotlar bilan almashtirish g'oyasi ular o'ylaganchalik oddiy emas. Yangi mamlakatlardan kelgan ishchilar ham o'qitish, hujjatlarni rasmiylashtirish va uy-joy bilan ta'minlash, til muammolarini yo'qotish lozim. Bu esa vaqt va pul talab qiladi. Robotlarga kelsak, avtomatlashtirish barcha sohalar uchun mos emas. Qurilish, uy-joy, kommunal xizmatlar va qishloq xo'jaligi. Hali ham mashinalar hali to'liq bajara olmaydigan qo'l mehnatini talab qiladi. Bundan tashqari, texnologiyalarni joriy etish katta investitsiyalarni talab qiladi. Bu esa har bir ish beruvchining qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun migrantlarni tez va to'liq almashtirish haqida gapirishga hali erta. Avvalroq Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbekistonlik erkak Xayrulla Ibodullayev 7-qavatdan tushib ketgan bolani qutqargani haqida xabar berilgan edi. U O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Jasorat medali bilan mukofotlandi. Bu haqda O'zbekiston yetakchisining matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, unga mukofot Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida sodir bo'lgan favqulodda va murakkab vaziyatda o'z joni va salomatligini xavf ostiga qo'yib
ko'p qavatli uyning yuqori qismidan qulab tushayotgan yosh bolaga amaliy yordam ko'rsatgani va uning hayotini saqlab qolgani o'zbek xalqiga xos yuksak jasorat, qahramonlik va fidoyilik fazilatlarini yaqqol namoyon etgani uchun berilgan. Eslatib o'tamiz, Xayrulla Ibadullayevga mukofot va 1 million rubl berilishi haqida xabar berilgan edi. Rostov viloyatida migrantlarga sotuvchi va kuryer bo'lib ishlash taqiqlanadi. 1 apreldan boshlab mehnat muhojirlari kuryerlik, ulgurji yoki chakana savdo, oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlari, haydovchi va mashinist, shuningdek fitnes markazi va quvur liniyasi xodimlari sifatida ishlash taqiqlanadi. 1-martdan boshlab xorijliklarga qimmatbaho metallar ishlab chiqarish va pochta xizmatlaridan foydalanish taqiqlanadi. Cheklovlar Rossiya Federatsiyasida patent asosida ishlaydigan chet el fuqarolariga nisbatan qo'llaniladi. Taqiq Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari Belarus, Qozog'iston, Armaniston va Qirg'iziston fuqarolari uchun taalluqli emas. Sankt-Peterburg, Kaliningrad, Xanti-Mansisk avtonom okrugi va Voronoj viloyatida shunga o'xshash choralar allaqachon joriy etilgan. Tojikistonlik migrantlar uchun yaxshi xabar. Endi ular Rossiyaga ishlashga kelishdan oldin o'z vatanida tibbiy ko'rikdan o'tishi mumkin. Tojikiston bergan tibbiy ma'lumotlarni patent olishda taqdim etish mumkin. Rossiya bu xarajatlarni tan oladi. Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi tegishli bitim ratifikatsiya qilindi. Sankt-Peterburgdagi qurilishda reyd. Sankt-Peterburgdagi Aleksandr Blok ko'chasida joylashgan elita turar joy majmuasi qurilish maydonchasida migrant ishchilarning hujjatlari tekshirildi. Reydda politsiya va Rossiya gvardiyasi xodimlari ishtirok etdi. Jami bo'lib taxminan 60 nafar chet ellik ishchilarning hujjatlari tekshirildi. Reyd davomida qurilish asboblarini saqlash uchun ishlatiladigan konteynerga yashirinishga uringan 3 nafar hujjatsiz migrant topilgan. Yana bir ishchi hujjatlarni ko'rsatishdan bosh tortgan va politsiya xodimlarini telefonida suratga olishga uringan. U qonuniy talablarga bo'ysunmagani uchun hibsga olinib, politsiya bo'limiga olib ketilgan. Reydda 10 dan ortiq odam noqonuniy asoslarsiz ishlayotgani aniqlangan. Ularga protokollar yozilib, hozir Rossiyadan deportatsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. 21 ta reys kechiktirildi. Aeroport odatdagidek ishlayotgani va uchish-qo'nish yo'laklari tozalanayotgani aytildi. Domodedovo aeroportida 9 ta reys qolib ketdi. Vnukovo aeroportida Xanti-Mansisk va Tbilisidan reyslar bekor qilindi va 10 ta reys esa kechiktirildi. Moskvada shamol tezligi 14 metr sekundiga yetishi kutilmoqda. Qor yog'ishi 14 fevralgacha davom etadi. Oylik qor yog'ishining taxminan 20% bir kunda yog'ishi mumkin. Shaharda taxminan 24 soat davomida sariq ob-havo ogohlantirishi e'lon qilindi. 10 fevraldan boshlab Rossiyada Telegram messenjeri faoliyati qisman cheklana boshladi. Bu haqda RBK xabar berdi. So'nggi kunlarda foydalanuvchilar orasida messenjer faoliyatida ishlashida uzilishlar bo'yicha shikoyatlar ko'paygani qayd etilgan. 2025-yil avgust oyida Rossiya rasmiylari Telegramdagi qo'ng'iroqlarni cheklagan edi. Rasmiylar o'shanda bu ilova firibgarlik uchun ishlayotganini bildirgan. Davlat dumasi deputati Sergey Boyarskiy joriy yilning yanvar oyida Telegramni to'liq bloklash rejalashtirilmayotganini aytgan edi. Uning aytishicha, messenjerda biznes va foydalanuvchilar uchun muhim bo'lgan ko'plab axborot kanallari mavjud. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Erxov bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda mehnat migrantlarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish, kelishuv va reydlar davomida ularning huquqlarini poymol qilish va kamsitishga yo'l qo'ymaslik prinsipal ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Tomonlar migratsiya jarayonlarini tartibga solish, qonuniy mehnat faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda ikki tomonlama konsullik maslahatlashuvlarni doimiy ravishda o'tkazib borishga kelishib olishdi.